Hurmatli tanlov komissiyalari, hurmatli nomzodlar, bugun biz O'zbekiston Respublikasi To'g'ri sanoat va geologiya vazirligi tartibidagi informatsiya va reytinglar bo'limi bosh lavozimiga e'lon qilingan ochiq tanlov joylarida suhbat jarayonini boshlaymiz. Ushbu suhbat jarayonimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 15-chi farmoshiga asosan tartib asosida o'tkaziladi va sizni nomzodlar komissiya tarkibi bilan tanishtirib o'taman. Komissiya raisi Hamidova Feruza Rustamovna Zoom orqali ulanadilar. Birinchi o'rinbosari, vazir birinchi o'rinbosarlari, Said Zakazovich komissiya raisi o'rinbosari, vazir boshlig'i. Shu bilan birga komissiya a'zolari, Mirzayev Aziz, To'ntarish komissiyasi, Bandiyevich Maqsud, strategik rivojlantirish, transformatsiya va raqamlashtirish boshqarmasi boshlig'i, Shukurjonov Qo'rqinov, strategik rivojlantirish va boshqarmasi boshlig'i komissiya a'zolari va komissiya kotibi. Biz bilan birga xuddi Argiston Kratimiz, viloyatdan sayt yo'qotadilar Zoom orqali. Shu bilan suhbat tartibi bo'yicha sizga qisqacha ma'lumot beraman. Savollar platforma orqali onlayn kiritilgan va sizga 5 ta tasodifiy savollar tushadi. Har bitta savolga vaqt cheklanligi bor. Har bitta javob uchun birdan vaqt beriladi. Shu bilan birga komissiya a'zolaridan bittadan qo'shimcha уточняющий savollar berilishi mumkin. Mazkur tanlov ochiq tanlov hisoblanib, suhbat bosqichida bizga 11 nafar nomzodlar o'tlanadi. Biz jarayonidan lekin hozirgi vaqtda 5 ta nomzodimiz suhbat jarayoniga kelgan. Shu bilan nomzodlarni aytib o'taman. Sherdobek Kashmirovich, Maqsudov Shuhrat Arjanovich, Axorov Asmedin Ravshanovich, Malikov Muhammadaliy Rahmanovlar и Suyarpolov Jamshid Abdujabarovich. Savollaringiz bo'lmasdan, nomzodlar, komissiyalardan bo'lmasa, suhbat jarayonini boshlaymiz. Suhbat tartib qonunidan alohida o'tkaziladi. Tashkilot shakldagi ko'rsatishlarimiz qo'yiladi. Qisqacha o'zingiz haqida ma'lumot bersangiz, Navoiy davlat konchiligi institutiga ketganman, bakalavr magistratura. Navoiy kombinatda ishlaganman. Yo'kada 20 yil, haq lavozimlarda, oxirgi 4 yilda Toshkentdaman, shaxsiy kompaniyada ishladim. Rahmat. Endi savollarga o'tamiz. Ekran ochsin. Xalqaro reytinglar, международный reytinglar bular asosiy kerakligi birinchi o'rinda kompaniyani baholab beradi. Ular независимый, obyektivniy baho qo'yadi birinchidan. Ikkinchidan investorlar bu reytingga qiziqib turadi. Bu kreditor kompaniyalar, investorlar, xalqaro kuzatuvchilar bu reytingni muhim hisoblaydi. Chunki har bitta investor, har bitta kreditor kompaniya o'zi baholab chiqmaydi kompaniyani. Независимый reyting tashkilotlari baholagan shundan foydalanadi. Oqlus borlarida foydalanadi. Xalqaro sertifikati bor kompaniyalardan foydalaniladi. Bu endi asosan nimaga olib kelishi mumkin? Birinchidan investordan pul oqimi kirishiga, yo bo'lmasa banklar kredit nizkiy stavkada kredit ajratib beradi. Keyin ishonch ortadi. Investorlarda bu reytingga qarab ishonch ortadi. Uchinchidan bu reyting o'z ustida ishlashga olib keladi. Kompaniya o'zini reytingini bilgandan keyin boshqa kompaniyalar reyting bilan solishtirgandan keyin o'ziga reytingda ishlashda plan tuzib oladi. Shu bo'yicha reytingini oshirish bo'yicha kompaniyani obro'si bu. Kompaniyani xalqaro miqyosdagi obro'si bu reyting.
ishchilarni ham, естественно, ishonchi. Ishchilarni. Biz kompaniya hududidagi ishchilarni ham ishonch ortadi. Ikkinchi, samarali foydalanishni nima uchun muhim hisoblanadi? Bu albatta resurslardan samarali foydalanish kerak. Chunki samarali foydalanmasa, birinchidan xarajat oshib ketadi. Kutilmagan risklar kelib chiqarsa, resurslarni noto'g'ri taqsimlasa, xarajat oshib ketadi, byudjetga sig'may qoladi. Resurslarni to'g'ri yo'naltirish bu operatsion xarajatlarni kamaytiradi. Operatsion kompaniyani o'zini samaradorlik marjasini oshiradi, pribylность kompaniyani oshiradi va resurslarni oqilona to'g'ri foydalanish kompaniyani ko'p yillik strategiyasiga uzoq muddatga ishlashiga olib keladi. Endi har qanaqa resurslar desak, material resurslar bor, finansiy, moliya resurslari bor, inson resurslari bor, texnik va texnologiya resurslari bor. Kompaniya o'zini ichida obyektlarni, podrazdeleniya orasida bu resurslarni to'g'ri taqsimlab bilish kerak. To'g'ri taqsimlamasa, ayrim bir podrazdeleniyalarda yetishmovchilik bo'ladi, ayrim podrazdeleniyalarda переизбыток bu производительность tushib o'tirgan bo'ladi. Resurslarni to'g'ri taqsimlasa ham yana производительность oshishiga ham olib keladi. Norma времени, norma выработки to'g'ri oshishiga olib keladi. Производительность oshishiga olib keladi. Transformatsiya jarayonida strategiyaning roli nimadan iborat? Bu strategiya bu обязательно в первую очередь maqsad rejalarni belgilab beradi. Maqsad rejalarni qayerga boramiz, qaysi yo'l bilan boramiz. Birinchi o'rinda plan tuzib oladi, prioritetlarni ajratib beradi. Transformatsiya jarayonida qaysi bosqichlar prioritetli birinchi o'ringa qo'yiladi, ikkinchi o'ringa qo'yiladi, sroklar belgilanadi strategiyada, finansiy источниклар belgilanadi и ответственныйlar belgilanadi. Ответственный kim javobgar mana shu jarayon uchun shu muddatda shu mablag'ga bajarishga. Strategiya bu endi asosiy reja, ko'p yillik plan, maqsadga erishib yetib borishga va transformatsiyani amalga oshirishga olib borguncha дорожный карта, dastur prioritetlar qo'yilgan, boshqa nimalar bilan, rejalar bilan chambarchas bog'langan plan hisoblanadi дорожный карта. Transformatsiyada kommunikatsiya roli. Bu kommunikatsiya endi juda asosiy bir muhim rol o'ynaydi. Chunki transformatsiya bu yangilik. Bu odam sразу birinchi o'rinda отказ bilan qabul. Yangilik, tushunmovchilik va noaniqlik bo'lgani uchun odamlar birinchida ishchilar, o'zini ishchilari, xodimlari с недоверием qabul qiladi birinchi ishonchsizlikda. Kommunikatsiya tushuntirilsa, nimaga olib kelishi, maqsadlari, kichik rejalar, o'rtadagi marralar ko'rsatilsa, mana shu marraga erishilsa, mana shunaqa natija bo'ladi. Bu marraga erishsak, bu natija bo'ladi. Xodimlarga birinchi tushuntirilsa, motivatsiya bo'ladi odamlarga. Ikkinchidan, tashqi dunyoga ochiqlik bo'ladi, shaffoflik, qanaqa reja qo'yilgan, tashqi dunyoga ham tushuntirish kerak. Chunki ayrim kompaniyalar plyus tomonlari bor, katta tomonlari bor. Plyus tomonlarni uni ko'rsatib bila olmaydi. Kommunikatsiyada mana shu narsalarni tashqi dunyoga, ishchilarga plyus tomonlarni ko'rsatib berish, tushuntirish, ochib berish, qirralarni kompaniyani, minus tomonlarini qanday ishlar olib borilayotgani to'g'risida ko'rsatib berish. Transformatsiya jarayonida qarshilik nima uchun yuzaga keladi? Bu bayonda oldingi savolda tushuntirib o'tdim. Qarshilik birinchidan noaniqlik bo'lgandi. Odamlarga tushuntirilmagandi. Ikkinchidan yangilik bo'lgandi. Bu yangilikni va odam настороженность ehtiyotkorlik bilan qabul qiladi. Uchinchidan bu juda
yangi boshqacha texnologiyalar kirib kelayotganini odamlar hayiqadi. Birinchidan ish o'rnini yo'qotish bo'lishi mumkin. Ikkinchi o'rinda nima показательlarga qarab odamlarga поощрение и наказание ko'rsatkichlari paydo bo'ladi, KPIlar paydo bo'ladi. Shu sababdan transformatsiya jarayoni birinchi o'rinda qarshilik bilan qabul qilinadi. Keyin u narsalarni tushuntirib, ayrim bir marralarga erishilgandan keyin, yutuqlarga erishilgandan keyin, ayrim qisqa muddatlarda tikkacha marralarga erishilgandan keyin odamlarda ishonch paydo bo'ladi, motivatsiya paydo bo'ladi. Kompaniyaning marjasi, pribili, daromadi oshadi, samaradorlik oshadi, производительность oshadi. Odamlarda o'sha уверенность paydo bo'ladi, ishonch paydo bo'ladi va boshida to'g'ri qarshilik qilinadi. Keyin samaradorligini ko'rsatib bersa, effekt borligini ko'rsatib bersa, odamlar bu narsaga hamma o'zini hissasini qo'shib boshlaydi. Endi qo'shimcha savollar ketamiz. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunga muvofiq davlat xizmatchilariga qanday cheklovlar belgilangan? Cheklovlar davlat xizmatchilariga Davlat xizmatchilariga qanday cheklovlar belgilangan? bu cheklovlar birinchi o'rinda ichki tartib nizomda ko'rsatilgan. Cheklovlar ko'p. Ish vaqti ishda bo'lish kerak. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunga muvofiq Konflikt interesi bo'lmasi kerak. O'zi talab qilingan qarindoshlik urug'lar qaysi mansabda ishlash mumkin emasligi ko'rsatilgan. Bu yerda qaysi прямой подчинение bo'lmasligi kerak. Qarindoshlik, yaqin qarindoshlik прямой подчинение bo'lmasligi kerak. Mana bu sovg'alar adashmasam 4 minimaldan yuqori bo'lsa, uni registratsiyadan o'tkazish kerak. Undan yuqori qiymatda bo'lgan sovg'alar registratsiyadan o'tkazib, demak, korxonaning balansida, minimasida ko'rsatilishi kerak-da, endi hisobotda ko'rsatilishi kerak. Rahmat. Bering. Men ish tajribangizdan kelib chiqib savol bermoqchiman. Umuman mana shu transformatsiya yo'nalishiga tegishli bo'lgan nima ish qilgansiz va qanaqa natijaga olib kelgan? O'zimda ish jarayonimni olib qaraydigan bo'lsak, bu vaqtlar nimada ishlardim? Muruntovda sentralniy vodopravleniyada ishlardim. Bu yerda ISO standartini kiritish bo'ldi. Hozir yilini eslay olmayman, 2010-yillar, undan oldinroq 2009-yillarni menejment kачества standart bo'yicha nima o'xshash bor edi, texnik безопасность. Yana bittasi bor edi, ekologiya deyman. Shularni singdirish xalqaro standartlar bo'yicha ISO standartlari bo'yicha kiritish bo'ldi shunda. Polni sentralniy vodopravleniya. Birinchi o'rinda juda odamlar qarshilik qildi. Shu jumladan o'zim ham tushunmagandan keyin qarshi. Keyin bir nechta обучение kurslari olib borildi, bir nechta tushuntirishlar olib borildi. Xalqaro ekspertlar chaqirilib, ular o'zlari tushuntirib boshladi. Prinsipi основной tushuntirgan narsasi sizlarda bor sistemani buzmaymiz. Ishlab turgan производствоga xalaqit qilmagan holatda yangi narsani nidratga kiritilyapti. Bor narsani yangi shablonlarda, yangi tizimlarda kiritildi. Bu narsa bo'lgan. Transformatsiyaning turlari borda, qaysi turlarni bilasiz? Transformatsiyaning turlarini bilasizmi? Transformatsiya turlarini uni ichiga modernizatsiya kirishi mumkin. Uni ichiga innovatsiya kirishi mumkin. Uni ichiga restrukturizatsiya kirishi mumkin. Hisobotlarda ham, отчетlarda ham o'zgaradi. Hisobotlarda xalqaro standartlarga o'tadi, Nestleda. Shular hammasi
hammasi transformatsiyaga olib keladi, hammasi. Rahmat. Endi siz ishtirok qilayotgan bo'lim yana bir yo'nalish bor, reytinglar. Boshqa masalasi bor. Xalqaro geologiya sohasida top 3talikka kiradigan reytinglarni bilasiz, reytinglar. Xalqaro geologiya sohasida erishish mumkin, olish kerak. Reytinglar bor, xalqaro reytinglar. Xalqaro reytinglarni sanab bera olasiz. Birga. Moliyaviy reytinglar asosan ommada keng tarqalgan uch bor. Keyin moliyaviy reytinglar. Qo'shimcha savollar bo'lsa, e'tirozlar, savollaringiz bormi? So'rasa, Qanday qo'shimcha savollar bo'lsa, yangi hamza qilamiz, diskussiya. Вопрос связан с уточняющими. Мaqsudov, что-то. Assalomu alaykum. Agar qisqacha bir sifatlar ma'lum bersangiz, deb boshlaymiz. Diritti lavoro in carriera cinema, ho deciso proprio deciso. Non posso che deve essere stato un po' speciale. Ci passa che fare qui. Non capisce sto. Questa è la volta che sono frustrato. E sto pronto no, la cosa da dici che fare con Endi savollar beramiz. Ularni keching. reyting tizimi qanday ishlaydi va uni joriy qilishda nimalarga e'tibor berish kerak? Reyting tizimi bu transformatsiyada asosiy mezonlar bo'ladi. Bu mezonlarni reytinglash, ya'ni ball sistemasiga o'tkazish. O'shanda biz reytinglar ball beradigan bo'lsak, reytinglashimiz osonroq bo'ladi. Bu reytingni nimalarga e'tibor berish kerak? Asosiy ishlab chiqarish ko'rsatkichlari, ya'ni mezonlari. Agar korxona bo'layotgan bo'lsa, o'sha tashkilotning asosiy ko'rsatkichlarini biz ball sistema yoki o'sha reytinglash holatiga keltirib olsak, biz ishlab chiqarish jarayonimiz, ya'ni o'sha samaradorligi, ularni ishlab chiqarish hajmi va mana bu rivojlanishga nisbatan rivojlanish yaxshiroq ketadi. Biz uni nazorat qila olamiz va kamchilik qayerda nima bo'layotganda o'sha reytingning orqasida biz ishga to'g'ri tahlil qilishimiz osonroq bo'ladi. Qayerdadir endi haligi slab joyimizni o'sha topa olamiz yoki kuchli taraflarimizni biz o'zimiz reytinglash orqali qurolashimiz mumkin. Shuning uchun reytinglash bu tashkilotni yoki korxonani ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda juda qo'l keladigan narsa bor. Har bu reytinglashda har narsa o'tkazsa bo'ladi. Texnologiyada, ishlab chiqarishda, korporativ boshqarishda ham reytinglash, xodimlarga reytinglashni qo'llashsa bo'ladi. Ya'ni o'sha reytinglar orqali biz xodimlarni qanday ish faoliyati olib borayotganini baho bera olishimiz mumkin. Ikkinchi savolimiz, xalqaro reytinglar nima va nima uchun? Xalqaro reytinglar bu asosiy o'ziga o'sha analogiy ishlab chiqaradigan korxonalar o'zaro reytinglashishi, ularda haligi ya'ni ko'rsatkich mezonlari bir xil shaffof bo'lishi kerak bo'ladi. Bu ularda birinchi o'rinda ishlab chiqarish hajmi, ikkinchi o'rinda tanlab, keyin ishlab chiqarish ya'ni koeffitsient
toza misol tilga olayotgandim, tomosha olayotganligi, keyin uning ichida haligi energiya tejamkorlik o'tiradi ichida, bu haligi energiya resurslar, shunga o'xshash haligilar uni shaffof bo'lib, bir xil reyting haligisiga o'tirish kerak bo'ladi, mezonlarga o'tirish kerak bo'ladi. O'shanda reytinglashni haqiqatdan shaffof bo'lganligi va bu samaradorligi haqqoniy baholanadi. Ya'ni o'sha honalar hammasi reytinglash mezonlarida reytinglashsa. TSGda governance komponenti kompaniyaning qaysi jarayonlariga ta'sir ko'rsatadi? Bu asosiy korporativ boshqaruv holati bo'ladi. ESG bu ekologiya, ijtimoiy va korporativ boshqarish ma'nosiga ega. Bu kompaniyaning boshqarish asosiy jarayonlar hisoblanadi. Bu boshqarish tizimida asosiy samaradorlik, ishlab chiqarish jarayonlari, bundan keyin u baholash jarayonlari, yana risklarni baholash ham o'sha governance komponentiga kirish mumkin. Boshqaruvga asosiy ekologiya, muhit, yana boshqa holatlarda mana shu immuniy boshqarish dastaligisi komponent jarayonlar ta'sir ko'rsatadigan shu hisoblaydi. Reyting tizimli adolatli bo'lishi uchun nima qilish kerak? Reyting tizimli adolatli bo'lishi uchun mana shu boya aytib o'tgan shu korxonalarga hammasiga bir xil mezonlar darajasida baholash kerak va o'shanga hamma narsa xilligida adolatli bo'lib, o'shanda reyting tizimli qilinadi, baholanadi. Bunga bo'lmaydi, misol raznoglasiya bo'lmaydi yoki shaffoflik bo'lgandan keyin metodologiyadan foydalanishadi. O'shalarda hisobiga reyting tizimi adolatli bo'ladi. Shunday misol 5 ta 6 ta korxona yig'ib olib, hammasiga shaffoflik uchun bir xil metodologiyada, bir xil mezonlarda hammasiga bir xil qilib o'shani reytinglasa, o'shanda adolatli reytinglash bo'ladi. Tahliliy fikrlash asosiy birinchisi bu biz ma'lumotlar yig'amiz, undan keyin tahlil qilamiz, undan keyin o'sha tahlil qilgan narsamizni immuniy sababini bilishimiz kerak bo'ladi. To'rtinchisi o'sha sabablarni yechish, aniqlash, beshinchisi o'shani tatbiq etib yechim tahlil kelib chiqadi. O'sha tahliliy fikrlashga kiradi. Tahliliy fikrlash asosiy bir ma'lumotlar yig'indisi, ma'lumotlar yig'indisidan qisman qilib, bo'g'inma qilib o'sha narsani biz asosiy sabablarni bilib tahlil qilib chiqishimiz kerak. Qayerda bizda plus ketyapti, qayerda minus, o'sha narsani biz qilib jamlab asosiy bizda, ya'ni o'zbekcha qilib aytganda sud ustiga qalqib chiqadigan yo'nalishlarni topib ajratib olishimiz kerak. O'shani sabablarini keltirib, o'shanga o'zimizni sabablari va u nimadan chiqishlar sabablarini bilib, o'shanga yarasha yechim tayyorlab, o'shani tahlil qilib, ya'ni o'sha tahlil o'zimiz fikrimizni yoki fikrimizni bildirishimiz mumkin. Ya'ni bu o'sha analizimizni javobini ayta olishimiz mumkin. Nima sababdan shu bo'lganligi. Endi qo'shimcha savollar beramiz. Masoliron, davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunga muvofiq davlat xizmatchilariga qanday cheklovlar belgilangan? Mayli, boshqacha savol olmadim, savol. Davlat fuqarolik xizmatchisi to'g'risidagi qonunga muvofiq davlat xizmatchilariga qanday cheklovlar belgilangan? Davlat xizmatchilariga cheklovlar
Yo'q, haligi просто men именно haligi eslayapman hozir nimadan boshlab yuborishdi именно asl cheklovlar nazorat qilyapti hozir. Shunga hozir savolingizga sal javob berishga. Rahmat. Oldingi ishlagan joylaringizda shu transformatsiya yo'nalishi bo'yicha qanaqadir yoki shu transformatsiyaga bog'liq qanaqadir ish qilganmisiz yoki agar qilgan bo'lsangiz qanaqa natijalar va nima ish qilgansiz? Transformatsiya bo'yicha O'zbek kabinetida ishlaganimizda asosiy bu raqamlashtirish hozirgi holatda joylarda qog'ozbozlikni kamaytirish maqsadida asosiy elektron qog'ozlar aylanma hujjatlar bo'lgan o'shani restoran qilgan. Keyin transformatsiya bo'yicha bu ya'ni gazovoy счетчикlarni elektron holatga ya'ni расходометр bitran bo'yicha ya'ni sutkasiga расход qancha bo'lyapti har bir pochtaga berib bo'layotgan расход soatiga qancha расход bo'lsa tomoni axborot aylanmasida o'sha narsa chiqishi bo'lgan transformatsiyasida именно bu rivojlanish innovatsiya yangi texnologiyalarni shu ishlab chiqarishga tatbiq etish faoliyatiga ketgan. Transformatsiya bo'yicha yana Qaysi texnologiya, uzr, уточняющий bor. Qaysi texnologiya, yangi texnologiyalar joriy qilingan? yangi texnologiyaga joriy qilingani mana O'zbek kombinat Akos degan haligi bor, agregat bor. Именно Akos agregat kompleksniy обработка stali, ya'ni bu metallni juda kompleksli ishlov berish maqsadida o'sha qurilgan agregat, ya'ni bu metallni именно production uzili bo'ladi, ya'ni azot bilan u prodovatsiya qilinib, uni haligi komponentlarni ya'ni go'sht bo'yicha to'g'irlashini osonlashtiradi va uni temperaturasini ko'tarib beradi. Bu yangi texnologiya, ya'ni bizning kombinatimizga yangi texnologiya. Oldingi holatda sразу men raziyasiz bermoqchiman, pechkada sразу o'tuvga ketadi-da, и bo'ldi, uni analiz pechkasida bo'ladi. Bu hozirda melichi, ya'ni sotixgacha davomida go'sht bilan tekslash, ya'ni yetkazish darajasi bor. Siz hozir transformatsiya bo'limiga bosh mutaxassis lavozimiga nomzodingiz ko'rinyapti-da. Transformatsiyani turlari bor-da, qaysi turlarini bilasiz? Transformatsiya turlari bizda texnologik jarayonlar va mana bu korxonada transformatsiya qilish, ya'ni texnologik jarayonlar transformatsiya qilish, odamlarga korxonada yangi boshqa yo'nalish, mana boshqaruvni transformatsiya qilish bor. Mana bu keyin nima deydi? Ekologiya SUS bo'yicha transformatsiyalar bor. Mana shu transformatsiyalar meni shunga to'g'riroq keladi. Xalqaro sanoat geologiya sohasida xalqaro reytinglar bilasiz. Xalqaro sanoatida yo'q. Shakl o'zgargani yo'q qaysi reytinglar. Qo'shimcha savollar bo'lmasa, nomzod savollaringiz, e'tirozlaringiz. Rahmat. Assolutamente nosciamente, muito pensação original é muito gentil, uma temporada que nós temos um diálogo para acontecer, porque ele chega aqui já, ele está aqui, eu estou aqui, então produzindo a nossa que aqui, ao comunicar bem com ele, temos e tem também ponto que também podemos dar acho que seria isso, né? E quem tira, a bola já era para conseguir, mas quem já era para conseguir, eu vou estar lá, e não acho que isso seja aqui. E na verdade, é que ele não vem aqui,
Toshkent shahridagi Toshkent Moliya markazida audit juda katta kattalar. Endi suhbat jarayoniga o'tamiz. Savollar. Raqamli transformatsiya nimani aql? Transformatsiya degani yotish kiritish degan, yangilik kiritish degan. Raqamli transformatsiya degani o'sha sohaga raqamli texnologiyani kiritish, aqlli yangi modelizatsiya qilish, robot texnika, sun'iy intellektdan foydalanish. Hammasi o'sha raqamli texnologiya. Keyinchisi bu yerda eski shaffoflik prinsipi kompaniya qaysi jihatdan ijobiy ta'sir ko'rsatadi? Ijobiy ta'siri xalqaro bozorda yaqinda aniq O'zbekiston 2009 yilda Yevropaga birinchi marta chiqargan. Yaqinda Enginga $1 milliard Yevropaga joylashdi. Bundan qo'yishgan maqsad avvalambor tasavvurli. Ular shunchaki qabul qilmaydi. Qabul qilishdan oldin xalqaro auditlar tekshiruvdan o'tadi. O'sha tekshiruv qachonki ijobiy baho bersa, o'shandaga joylashtiriladi. Va bu joylashtirgandan keyin bizda o'sha bizda joylashgan korxonalarga chet el korxonalardagi yoki universitetlarning qiziqish paydo bo'ladi. O'shada tasavvurlik, agar ijobiy baho bergan bo'lsa, tasavvurlik bor, u yerga kirsa bo'ladi. Nima deydi? Investitsiya kirsa bo'ladi degan fikrga kelgan. Ijobiy ta'siri chetdan investitsiya kirish yaxshilanadi, rivojlanish bo'ladi shu orqasidan. Korxonalarning reytingini oshirish strategiyasi qanday amalga oshiriladi? Korxona o'zi reyting masalasi, reytingda qizil, yashil va sariq ranglarda bali 55 balldan pasti qizil, 55 balldan 71 ballgacha sariq, 71 balldan 100 ballgacha bu yashil deb belgilangan. Buni birinchidan yashil energetikadan foydalanish. Hozirda davrda turadigan yashil energetikadan foydalanish, tabiatga zarar yetkazmaslik, ish hajmini oshirish, yangi korxonalar ochish, raqamli texnologiyani jalb qilish, masofadan turib ishlash. Shu narsa dashboard degan hisobot, hatto korxonaning yillik hisoboti bor. Biz avvalroq yillik plan bor. Yillik plan beradi, u plan har oyga bo'linsin va o'sha har oy bajariladigan yillik hisobot har oyda o'zi hisobot topshiriladi. Soliq qo'mitasiga yillik hisobotdan qulish tartib topshiriladi. Transformatsiya jarayonini risklarini boshqarish nima uchun kerak? Risk o'zi bu xavflik darajasi. Risk degani xavflik darajasi. Transformatsiyani boshqarishda bu narsa nima uchun kerak? Albatta, o'sha korxonaga nimadir kiritayotganda qanaqadir texnologiya yoki qanaqadir raqamli texnologiya yoki robot texnika yoki yangi texnologiya bu ijobiy baho berish kerak. Bularga albatta foyda olish uchun o'sha narsa qilgandan keyin bizga xohlaydimi yo'qmi? Birinchi, ikkinchidan qancha yil o'zi ishlata oladi? Bu narsani riskini kerak. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunga muvofiq davlat xizmatchilariga qanday cheklovlar belgilangan?
cheklovlar bor. Davlat xizmatchisi xususiy korxona ochishga haqli yo'q. Chet elda hisob raqam ochish mumkin emas. Agar u sog'liq nuqsonlardan o'shaga davolanish uchun hisob raqam ochib pul o'tkazsa, bu undan mustasno. Lekin o'zi boshqa maqsadlar qilsa, u narsa mumkin emas. Bir vaqtning o'zi davlat xizmatida boshqa korxonada ishlash bu ham cheklangan narsa. Hamma yo'l qo'yish mumkin emas. Bora olish, bora berish, vositachilik qilish. O'z manfaati yo'lida qilish mumkin emas. Rahmat. Mana oldingi ish joylaringizda transformatsiya bilan bog'liq bo'lgan nimadir ish qilganmisiz? Qilgan bo'lsangiz, nima qilgansiz va natijasi nimadan iborat bo'lgan? Natijasi bizda hozirgi, misol uchun men hozir Toshkent turba zavodida o'zimizni seximiz bo'lsa, o'zimizni alohida remontni seximiz bor. Remontni seximiz bor. O'sha yerda mahalliylashtirish bo'yicha takliflar beriladi. Misol uchun bizda ko'p narsa chetdan keladi. Asosiy narsa hamma chetdan keladi. Misol uchun metal kesish, metal pakat qilish. O'sha narsani qayta ishlash bo'yicha biz asosiy taklif berganmiz. Masalan, unda metalni eritishda elektroddan foydalanadi. Elektroddan foydalanadi va elektrod qanchadir ushlab qolganda ishga yaroqsiz deb tashlab yuboradi. O'shanda biz shuni o'qiganimizda taklif berganmiz. O'sha narsani bir-biriga rezba chiqarish kerakda, bir-biriga qaytib tortamiz. O'sha ikkita yo'ldan bitta yasaymiz. Va bu jarayon o'sha import tovarni qaysi ma'noda kamaytiradi. Import ketadigan pul. Bizga ham tasavvur qilmaydi. Kim misol uchun yana bir narsa bo'lgan, bizda metal kesamiz, biz kesgan metalimiz bizda zavodimizda metal chiqadi, metal kirakadi. Uning shirinasi 1 metr, 1000 millimetrda. Lekin bizda chiqarilgan stanogimiz, kesilgan metalimiz 1,5 millimetrgacha bo'lgan metal bemalol. Biz kichkina metal kesamiz, chiqarmaydi. Kattasini kesamiz, chiqarmaydi. Shunday aytganimda, undan ko'ra o'sha kattasini o'qisak, kesdik. Xarajat kamayadi. Metal ketadigan xarajat kamayadi. Transformatsiyaning turlari borda, bitta turi bo'yicha siz mana birinchi savolda javob berdingiz. Raqamli transformatsiya. Yana boshqa turlarini bilasizmi? Raqam transformatsiya modellashtirish, yoki bo'lmasa yangi fonlarni ochish, yangi texnologiyani olib kelish. Masofadan turib don qilish, kontrol qilish. Xalqaro geologiya sohasida xalqaro reytinglar bor. Xalqaro reytinglar. Xalqaro reytinglar shu bilgan respublikada bo'lgan reyting bor. O'sha 100 ball sistemada Xalqaro reyting yo'q. Qo'shimcha savollar sizga komissiya a'zolariga savollar, e'tirozlar. hech nima yo'q. Rahmat barchaga. Rahmat. Malik muholaları Toshkent davlat texnika universiteti bakalavriatida bakalavr qo'ylar qazilmalarga bo'lsa bo'yicha bitirganman. Magistratura Milliy universitetda xuddi shu yo'nalish bo'yicha tamomlagan. Hozirda Ertaga fanlar geologiya institutida ilmiy xodim bo'lib, hamda mustaqil tadqiqotchi sifatida faoliyat yuritgan. Qo'shimcha savollar beramiz. Transformatsiya nima va davlat tashkilotlari uchun nima sababdan muhim? Transformatsiya o'zi yangilanish, butun bir tashkilot sifatida olsak,
umumiy tubdan o'zgarish, yangi innovatsiya, yangi g'oya, yangi innovatsiya, yangi tubdan o'zgartirish hisoblanadi va bu davlat tashkilotlari uchun sabab nima sababdan bunga transformatsiyada o'zidan o'zi kadrlar salohiyati rivojlanadi. Transformatsiyada ya'ni o'sha pul oqimini kelishi to'g'ri kafolatlanadi, ya'ni baholanadi. Undan tashqari o'sha davlat tashkilotlari uchun bundan o'zgarish yangi bozor, yangi hamkorlar va yangi investitsiyalar uchun sabab bo'ladi. Transformatsiya jarayonida resurslarni boshqarish mumkin. Transformatsiya jarayonida hozir sanab o'tganimizdek, o'sha resurslar bo'lishi mumkin, o'sha moliyaviy resurslar, inson resurslari yoki texnikaviy resurslar, tabiiy resurslardan foydalanish eng katta muhim omil, ya'ni kalitlardan biri hisoblanadi. Chunki bu transformatsiyani lokomotivi hisoblanadi. Ya'ni bundan agar to'g'ri foydalansa, birinchidan xarajatlarni optimallashtirish, ya'ni xarajatlarni kamaytiradi, xavflarni oldini oladi. Va tashqari yangi o'sha resurslarni vaqtni tejaydi va pul oqimini to'g'ri shakllantiradi. Reyting tizimi adolatli bo'lishi uchun nima qilish kerak? O'zi reyting tizimi bu tashkilot korxona yoki bo'lmasa bir tashkilot bo'yicha oladigan bo'lsak, bunda mezonlar bo'yicha, tanlab olingan mezonlar bo'yicha baholanadi. Ya'ni bunda adolatli shaffoflik tizimi juda muhim hisoblanadi. Chunki bu keyinchalik qilingan o'sha sarf xarajatlarni keyinchalik yordam bermay qolishligini oldini oladi va shaffof tarzda o'sha reyting tizimlari bo'lishi, adolatli bo'lishi, bu asosan o'sha xavflarni oldini oladi. Ya'ni eng asosiylardan bittasi kelayotgan shu investorlarga shaffoflik tizimi asosida ularga ma'lumotlarni to'g'ri, adolatli taqdim eta oladi. Transformatsiya muvaffaqiyatini qanday o'lchash mumkin? Demak, transformatsiya muvaffaqiyatini quyidagi mezonlar bo'yicha o'lchashimiz mumkin. Bunda transformatsiya to'g'ri yo'naltirilganligi, ya'ni kadrlar salohiyati to'g'riligi, yoki xarajatlarni to'g'ri sarflanganligi, undan tashqari to'g'ri yo'naltirilganligi va pul oqimlarini to'g'ri taqsimlanganligi muvaffaqiyatni dalili sifatida bo'ladi. ESG strategiyasini umumiy korporativ strategiya bilan integratsiya qilish nima uchun muhim? Demak, bu strategiyani o'zida bilib olishimiz kerak. Ya'ni atrof environmental social development, ya'ni atrof muhit ijtimoiy boshqaruv hisoblanadi. Ya'ni bunda hozirgi butun rivojlanayotgan davlatlarda ushbu korxonada ushbu strategiyaga agar o'tgan bo'lsa, investitsiyalar o'zidan o'zi, ya'ni investorlar o'zidan o'zi kelish imkoniyati bo'ladi. Chunki butun dunyo o'sha bu strategiyani qabul qilishga tayyor va qabul qilishyapti. Bundan tashqari umumiy korporativ strategiya bilan integratsiya qilish, bu o'sha hozir aytganimizdek o'sha korporativ strategiyani, ya'ni strategiyalarni oldini oladi, ya'ni rivojlanishiga imkon yaratadi. Ya'ni integratsiya qilish, ma'lumotlarni to'g'ridan to'g'ri shaffof tarzda almashilishi, pul oqimlari to'g'ri taqsimlanishi, xarajatlarni kamaytirish va o'sha korxonani rivojlantirish uchun eng katta muhim narsalardan biri hisoblanadi. Qo'shimcha savollar beramiz. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunga muvofiq davlat xizmatchilariga qanday cheklovlar mavjud?
davlat xizmatchilari to'g'risidagi qonun bilan hozir tartibga solinadi. Bu asosan davlat xizmatchilarini faoliyati davomida lavozimni suiiste'mol qilmaslik yoki bo'lmasa o'zi davlat xizmatida ishlayotgan paytida o'zini shaxsiy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmaslik yoki bo'lmasa rahbariyat tomonidan yoki bo'lmasa o'sha davlat tashkilotlari tomonidan kelayotgan buyruqlarni bajarmasdan o'zini yo'liga, ya'ni o'zini lavozimini suiiste'mol qilib o'zini yo'liga to'g'rilab yozishlik va undan tashqari har xil o'zini o'sha muhri yoki bo'lmasa o'zini kompaniyasida shu davlat qoshida ochib turib yoki bo'lmasa o'zini foydasiga ishlash mumkin. Rahmat. Oldingi ish joylaringizda transformatsiya yo'nalishiga tegishli nimadir ish qilganmisiz yoki qilgan bo'lsangiz nima bu va nima natija berdi? Oldingi ishingizda transformatsiya bo'yicha misol to'g'ridan to'g'ri emas, misol o'sha hozirda transformatsiya sifatida o'zi bizaniki ilmiy tadqiqot instituti bo'lganligi sababli to'g'ridan to'g'ri transformatsiya, to'g'ridan to'g'ri yangilanish yoki yangi asbob uskunalardan to'g'ridan to'g'ri foydalana olmaymiz, lekin hozirda eng yaxshi yangiliklardan bittasi o'sha uran zaxiralarini 3D modellering bo'yicha shug'ullanyapmiz. Ya'ni bu raqamlashtirishga o'tish jarayonida o'tib turibmiz, ishlab turibmiz. Transformatsiyani turlari bor-da. Turlarini bilasizmi? Transformatsiyaning turlari misol o'sha o'zini asosiy turlari barqaror rivojlanish, misol uchun Xalqaro sanoat geologiya sohasida xalqaro reytinglar. Misol uchun Jahon banki xalqaro moliyaviy institutlar tashqari o'sha xalqaro FSG ishlari reytingga asosan Üçüncü sorularımızda hukumatı soralım. Evet, bence bu işte. Stacionalne versiniz. Şu olacağım sabze boğuluş, bu topluyorsan. Şu şahar imza atmamış. Aileyle iki fazla. Bize sağlayabilir misin? Raqamli transformatsiya bu korxonani tubdan o'zgartirish bu transformatsiya. Mezon mahsulotlar tizim, yangi tizim. Bunda texnologik transformatsiya bor, operatsion transformatsiya, raqamli platformalarni joriy qilish, boshqaruv transformatsiyasi va boshqa transformatsiya yo'nalishlariga ega. Svot tahlilda demak, ya'ni har bitta sohani
slabiy tomoni, silniy tomonlari, risklar va imkoniyatlari haqida ma'lumot beriladi. Usuldan analiz, bitta loyiha bo'yicha ham, qism bo'yicha ham bu analiz qilish vositasi. Raqamli transformatsiyada asosiy to'siqlar bu inson omili hisoblanadi. Chunki har bitta o'zgarishga o'sha demak qaysi bir soha vakillari tomonidan demak to'siq bo'lishi mumkin va bu asosiy jihati. Ikkinchi tomoni transformatsiyaga to'siqlar bu demak sohadagi tushunmovchiliklar, sohani tushunmaslik, sohada o'sha raqamli nimalarni platformalar yetishmasligi, ular o'sha asosiy sabablardan bir to'siqlar hisoblanadi. Transformatsiya muvaffaqiyatini demak maqsadli to'siqlar hisobiga o'lchash mumkin. KPI'lar, demak raqamli platformalar, sifrovoy mexanizmlar orqali transformatsiyani yaxshi ishlayotganligi o'lchanadi. Transformatsiya va innovatsiya o'rtasidagi bog'liqlik, innovatsiya bu ma'lum bir demak holatni yoki ma'lum bir loyiha doirasida yoki bir uskunani yangi nima bilan demak o'zgartirish qilsa, transformatsiya umumiy tizimni o'zgartirishga yo'naltirilgan. Yangi bosqichga o'tish. Bu innovatsiyaning transformatsiyani bir kichkina bir bo'lakchasi desak. Qo'shimcha savollarga o'tamiz. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunga muvofiq davlat xizmatchilariga qanday cheklovlar belgilangan? Davlat xizmatchilariga cheklovlar demak sovg'a olish, chet el fuqaroligini olish, davlat xizmatchiligiga demak bilan bitta nimada yaqin qarindoshlar yoki xudo tomonidan qarindosh bo'lish kerak emas. Va ichki odob va axloq qoidalariga rioya qilish. Asosiy. Rahmat. Mana oldingi ishlagan joylaringizda transformatsiya yo'nalishi bo'yicha nimadir ish qilganmisiz? Agar qilgan bo'lsangiz, nimadan iborat? Nima natijalarga? Oldingi ish joylarida transformatsiyaga oid demak ishimizni jihati bu shu loyihalarda amalga oshirdi. Loyihalar amalga oshirganda ularni yangi texnologiyalar joriy etish, texnologiyalar avtomatlashtirilgan bo'lishi, mana shu jihatlar transformatsiyaga demak javob beradi. Asosan loyihalar bo'yicha ishlaganman. Savollarni tushunmadim. Oldingi faoliyatda, oldingi ishlagan joyingizda transformatsiyaga oid loyihalarda ishtirok etgansiz, natijalarida savol. Transformatsiyaga oid loyihalar endi demak ESG standartlarini joriy qilish, xalqaro standartlarni joriy qilish loyiha deb oladigan bo'lsak, bir bo'yicha ishtirok etdim. Transformatsiyani mana bitta savolda sizga tushdi, transformatsiya, raqamli transformatsiya. Yana shu boshqa turlari ham bor, qaysi turlarni bilasiz? Raqamli transformatsiyani Raqamli transformatsiya bitta turi. Transformatsiya turlari. Operatsionniy transformatsiya. Operatsion effektimiz. Sifrovoy transformatsiya bor. Sifrovoy raqamlida. Raqamli transformatsiya. Ana Keyin boshqaruv transformatsiyasi bor. Rahmat. Inson. Bo'limi yanada faoliyat yo'nalishlaridan bittasi reytinglar. Noqonuniy geologik sohasida qabul qilingan xalqaro reytinglarni bilasiz. Siz xalqaro reytinglar, Fitch reytinglari joriy qilingan ta'lim korxonalarida. Credit rating, Fitch rating is sustainability. Fitch bu demak atrof bo'yicha reytinglar. Ular bo'yicha demak o'zimizning korxonalarning o'zining pozitsiyasi bor.
Savollar, e'tirozlaringiz bo'lmasa,